Darsga endi daftar ruchka bilan emas, popkorn bilan kelamiz shekilli. Sababi universitetda taklif qilinayotgan kurslarning birida dars paytida biz film tomosha qilyapmiz. Aynan mana shu auditoriyada o'tiladi. Chunki kurs studentlarni Janubiy Osiyo mamlakatlari, ya'ni Hindiston, Nepal, Bangladesh, Pokiston kabi mamlakatlar madaniyati bilan tanishtirishdan iborat hisoblanadi. Ya'ni film orqali mana shu mamlakatlarda yashovchi turli din, millat, irq vakillari hayot tarzi, ularni hayotida uchraydigan qiyinchiliklarni studentlarga tanishtirish nazarda tutilgan. Ya'ni jumladan u yerda yashovchi musulmon aholini ham hayot tarzi bilan o'quvchilar o'rganib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Va men professor o'zi bilan ham suhbatlashganimda aynan o'quvchilar, studentlar ham o'rganib, ham darsdan zavq olishini xohlayman degan va menimcha rostdan ham qaysi madaniyat bo'lmasin, aynan saviyali filmlar tomosha qilish orqali o'sha madaniyatni o'rganish hamda demak asosiy tushunchalarga ega bo'lish mumkin bo'ladi. Albatta, namoyish qilinadigan filmlar ham professorning shaxsan o'zi tomonidan saralab olingan kinolar hisoblanadi. Nima deysiz, juda ham ajoyib dars o'tish uslubi menimcha.